Sizlarga shunaqa hayajonlanib olaman shu videoni. Tug'ilgan kunga tayyorlanamiz. O'zim haqimdagi Instagramga olib chiqa olmaydigan narsalarim haqida aytib beraman. Birinchi fakt. Turmushimga почти 8 yil bo'lyapti. Qaynatam bilan bitta xonadonda umuman hali shu paytgacha alohida ajralmasdan turganmiz va turmushim davomida biron marta erim bilan ajrashamiz degan so'z bo'lmagan. Erkatoy kelin, erkatoy sevimli ayol bo'lib shuncha paytdan beri yashab turib, lekin Instagramga aynan shu mavzu haqida maslahat berishga uyalamanmi, qo'rqamanmi bilmayman. Umuman bu haqida gapira olmayman yoki yetarlicha hali tajribam yo'q deb o'ylayman. Keyingi fakt, men 10 yillik vizajistman. Undan tashqari 8 yildan beri salon boshqaraman. 10 mingga yaqin onlayn o'quvchilarim, 100 ga yaqin offlayn o'quvchilarim bor. Klientlarim sonini bilmayman to'g'risi. Ham ko'p ustozlarda o'qiganman. Salon sferasida ham, vizajistikada ham ancha o'qitim bo'lsa ham, lekin Instagramga chiqib, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb gapira olmayman. Keyingisi, men professional psixologiyani bitirganman. Psixologiya sohasini juda ham yaxshi bilaman va chuqur bilaman. Yon atrofimdagi o'rtoqlarim, tanish bilishlarimga nima maslahat bersam yoki o'zimning fikrimni bildirsam, har doim to'g'ri chiqadi. Hattoki travmalar bilan ishlashni ham bilaman. Ayniqsa ayollarga yoqadigan tarafi jozibali bo'lishi, sevimli bo'lish, pullarga ochilish. Aynan shu narsalarni bilaman va hammasi o'zimning hayotimdan, opitimdan o'tgan va ishlagan. Mana bu narsani ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Bu meni yana yangi brilliant tuzugim. Lekin shunga qaramasdan aynan shu narsalarni qanaqa qilib hayotda ishlatish kerakligini Instagramga chiqib gapira olmayman. Nimaga qizlar? Hozir sizlar ham demak bilimingizni qizg'anar ekansiz degan xayolga borayotgan bo'lsanglar, men yon atrofimdagi, ya'ni живой hayotda taniydigan insonlarimga har doim maslahatlar beraman, lekin aynan Instagramga olib chiqa olmayman. Nimaga bu haqida gapiryapman? Shunchaki makiyaj videolarim o'zimni hayotimdan ozgina parchalanib qo'yganim o'zida sizdan ko'p narsa o'rganaman deb yozishadi. Men o'zimga o'zim aytaman, hali sizlar meni bilgan narsalarimni bilsanglar edi deyman. Mana shunaqa shok narsalarni juda ham yaxshi ko'raman. Amolim bo'lsa sal boshqacha rangni tanladim. Aksessuarlar bilan, конечно, obrazimni to'ldiraman. Xullas qizlar, nima deb o'ylaysizlar? Menda yetarlicha ishonch yo'qmi yoki rostdan ham uyalamanmi? Tufligim xuddi shunaqa bo'ldi. Qaranglar, kiyimimga shunaqangi tushdi. Sumkamni bo'lsa ro'molimni rangidan qildim. Mana obrazim sizlarga. Bunga tan olishlarim haqida endi bilmadim, sizlar qanaqa fikr bildirasizlar? Kommentariyada menimcha o'qiyman va dalshi maslahatlar bera olamanmi yo'qmi sizlarga? Ko'ramiz.